Assalomu alaykum. Efirda siz nima deysiz ko'rsatuvi. Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz jamiyatimizdagi ayollar va bolalarning huquqiy himoyasi bilan bog'liq. Ayol avlod davomchisi, bolalar esa ertamiz egalaridir. Shu bois ularning himoyasi har doim muhim va dolzarbdir. Shubhasiz, xabaringiz bor, joriy yilning 3-mart sanasida Prezident Shavkat Mirziyoyev bu boradagi muhim farmonni imzoladi. Ushbu farmonda ayollar va bolalar huquqlarining himoyasini kuchaytirish hamda ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarining oldini olish bo'yicha bir qancha qo'shimcha tashkiliy huquqiy choralar belgilab berilgan. Albatta, bundan ko'zlangan maqsad esa mamlakatimizda ayollar va bolalar huquqlarini ishonchli ta'minlash, ularni har qanday tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilishdir. Endi muhokamalarga kirishsak ham bo'ladi. Avvallari oilada zo'ravonlik holatlari bo'lsa, bu mahalla-ko'y atrofdagilardan yashirilardi. Uyning gapi ko'chaga chiqmasin, chidasang o'tib ketadi kabi gaplar bilan muammoga oddiy, biroq samarasiz yechim berardi. Va bu bir qancha ayanchli oqibatlarni keltirib chiqarardi. Endilikda esa vaziyat o'zgardi. Zo'ravonlikka uchragan ayollar va bolalar himoyaga olinmoqda, ularga orderlar berilmoqda, jamiyatdan o'z o'rinlarini topishlariga ko'maklashilmoqda. Yangi farmonda ham bu jihatga alohida e'tibor qaratilgan va hozir so'z navbatini Barchinoy opa, ushbu mavzu yuzasidan fikrlaringiz. Juda ham dolzarb va kerakli bo'lgan farmon bo'libdi haqiqatda. Siz aytganingizdek haqiqatda tarixiy. Albatta 21 yosh hozir to'g'ri aytdingiz. Mana shu yosh eng maqbul yoshlardan. Undan yoshlik qiladi. Masalan, biz endi buni shunchaki aytib o'tadigan bo'lsak, o'zi oilaviy qilib aytib o'tiladigan bo'lsa ham, u 15, 16, 17 yoshgacha bular hali bola. Bular hali o'sha kelin bo'lib tushib, o'sha kelinlik vazifasini ham bilmaydi. Farzandli bo'lsa, farzandlarni qanaqa qilib boqish masalalarini ham bu juda og'ir narsa. Bularni ham yaxshi bilishmaydi ular. Keyin endi turmush qurgandan keyin hammamizga ma'lum, hammamiz ayol kishimiz u yerni haligi past balandlari bo'ladi. Past balandlarini ham ozgina bilinish kerak. Bu bolalar nimani biladi? Ana shulardan kelib chiqib, uchinchi shaxslar ham buni tushunishmaydi. Ya'ni qaynonalar ham buni ko'pda tushunmaydi. Kelinmi, demak mana shu narsalarni qilishi kerak. Ana shundan keyin ajrimlar ham ko'payib ketyapti. Ular hali bola ko'p narsani bilmaydi. Kattalar esa ularga bir ozgina hali nima ham nega ota-onalar shoshadi farzandlarni, qizlarini ko'proq erta turmushga berishga shoshadi. Shunga men hayron bo'laman. Men ham haqiqatda hayron bo'laman. Tayziqqa o'xshagan ayollar deb hozir gapiryapmiz. Mana nima mahalla jamoalari, xotin-qizlar bilan mana ishlash jamoasi. Mana aytmoqchi bo'lamanki, o'sha tayziqqa uchraganlar boya siz aytib o'tdingiz, etishga uyalishardi-da bir paytda. Hozir ular o'zligisi kelib shu narsani etishyaptimi yoki biron bir insonlar orqali bilinyaptimi shu narsalar yoki bo'lmasam nima desak bo'ladi? Qanaqa nima yo'sinda sizlar bilyapsizlar shu xonadonda shu narsalar bo'lyapti. Mahallaga kelib o'zligisi aytishyapti, yo uchinchi shaxs aytyaptimi? Xotin-qizlar faolimiz Uchtepadan. Assalomu alaykum. Juda ham ahamiyatga molik bo'lgan ko'rsatuv, mavzu ham juda ham dolzarb, hozirgi kun mavzusi deb bilaman. Shu savolingizga javob bersam, shu Uchtepa tumani Chamanzor mahallasining xotin-qizlar faoli sifatida xotin-qizlarni huquqini himoya qilish nikoh vaqtidan oldin o'rgatilyapti. Tayziqqa uchrasa qanaqa yo'l tutishi va ularga beriladigan yordamlar, huquqingizni bilasizmi deb shu hidyo organlarida o'rgatib kelishmoqda. Bunda mahalla xotin-qizlar qo'mitasi birgalikda, xotin-qizlar faollari, ota-onalar, imom xatiblar birgalikda huquqni himoya qiluvchi organ vakillari bilan birgalikda o'rgatib borilmoqda. Endi mahallaga murojaat qilish masalasiga kelsak, hozirgi ko'pgina qizlarimiz oliy ma'lumotli, o'ziga yarasha huquqlarni biladigan, ular yetmasa uchinchi shaxs aralashuvi bilan shunaqa holatlar yuzaga keladigan bo'lsa, mahallaga biriktirilgan ijtimoiy himoya milliy agentligining inson markazi xodimlari va profilaktika inspektor ayollarimiz birgalikda ishlaymiz. Ular bilan alohida sir tutiladi, ularni kim aytganligi boshqa. Mahallada yoyilib ketmaydi bu gap so'zlar. Alohida fuqaro bilan ishlaymiz.
fuqaroboy ishlab, o'zi bilan alohida ishlab, uni har bitta huquqi himoya qilinadi. Avvalambor biriktirilgan psixologlar ishlashadi. Undan keyin o'sha profilaktika inspektor ayollarimiz ularga tegishli chora-tadbirlarni ko'rsatib o'tishmoqda. Juda ham yaxshi, Kambolaxon, shuni ham aytib o'tmoqchi edim. Joriy yilning, ya'ni 2026-yilning 1-apreldan boshlab oilada tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarning aloqa vositalariga Ijtimoiy himoya agentligining maxsus ilovasi o'rnatiladi va bu zudlik bilan ularga tazyiq, zo'ravonlik haqida ma'lumot yetib borishini ta'minlaydi. Shu xususda ham to'xtalib o'tsak, marhamat. Mahalla mana hozir mahallaga ham juda ham katta e'tibor berilgan. Mahallalarni rivojlantirish to'g'risida juda ham katta e'tibor berilgan. Mahallada ko'p ishlar ham qilinyapti. Bunga hammamiz xursandmiz. Aytmoqchimanki, mana oilalardagi farzandlarga ham tazyiq o'tkazish. Masalan, mana Uchtepa tumani mahallangizda qanday tazyiqqa qanaqa turlarni o'tkazishyapti? Farzandlarga ham qanaqadir tazyiq o'tkazish mumkinmikin? Aynan men o'zim mahallamni qiyosida aytadigan bo'lsam, hali farzandlar o'rtasida tazyiqlar yo'q. Avvalambor onaga o'tkazilgan tazyiq bo'yicha hozir himoya orderi ham voyaga yetmagan farzandlar uchun ham berilyapti. Bunda qanaqa holatlar bo'ladi? Er-xotin kelisha olmasdan, hali rasmiy ajrashmasdan turib, shu o'rtada farzandlar bir-birini maktabdan olib ketib, bog'chadan olib ketib qolish holatlari bo'ladi. Mana shunaqa holatlarda inson ijtimoiy himoya markazi xodimlari va ichki ishlar va mahalla xotin-qizlar faollari mahalla yettiligi tavsiyanomasi asosida himoya orderlari berilib, bolani huquqini himoya qilishga kirishilgan. Bu uchun bolalar psixologlari ishlashyapti, bolalar bilan haqiqatan ham ularning oila sharoitini o'rganishyapti. Qaysi oilada yashasa, qaysi muhit sog'lom bo'lsa, shu sog'lom muhitda farzand voyaga yetishini ta'minlashga harakat qilinmoqda. Bundan tashqari, agar holat shunchalik og'ir bo'ladigan bo'lsa, reabilitatsiya markazlariga murojaat qilib, ulardan ham o'zimizga kerakli yordamni olamiz. Ota-onalarning chiqishmovchiligi, kelishmovchiligi deb farzandlar sarson bo'lib qiynalib qolishyapti. Juda ham yaxshi. Barchinoy opa, fikrlaringiz bo'lsa, xulosaviy fikrlarga ham o'tsak bo'ladi, vaqtimiz chegaralangan. Boyagi nikoh shartnomasi to'g'risida ozgina o'zimning fikrimni bildirib ketmoqchi edim-da. Endi bu hozir bizda ancha yangilik bo'lganligi uchun va o'zimizning mentalitetiga bu narsa bog'liq bo'lganligi uchun ham hozir ozgina bu narsaga hamma ham tuzolmayapti bu shartnomani. Lekin borib bu narsa bizga ham tabiiy, oddiy holga albatta aylanadi. Lekin bu narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Chunki mana shu shartnoma bo'lmasa, mana o'zimizga hammamizga ham ma'lum. Mana mahallada hokimiyatlardan mana ishlaydiganlar hammasi bilishadi. O'sha ayollarning o'rtasida ajrim sodir bo'lgan paytida ayollar hech narsasiz ham qolib ketayotgan paytlari juda ham ko'p bo'lyapti. Faqat farzandlari bilan ketadi, kimnikiga boradi? Ota-onanikiga boradi. Ana o'shaning uchun ham mana shu shartnomalarni to'g'ri holatda tushunishimiz kerak va shu shartnomani albatta amalga oshirishimiz kerak. Buni hali o'zbekchilikka yo'yadigan bo'lsak, o'zimizga ham qiyin bo'lib, bizning ayollarimizga ko'proq qiyin bo'lib qolyapti. Bildirilgan fikrlar, mulohazalar va takliflar uchun barchangizga minnatdorlik bildiramiz va ayni shu nuqtada siz nima deysiz ko'rsatuvini yakunlaymiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ushbu farmoni mamlakatda ayollar va bolalar huquqlarini ishonchli himoya qilish, ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarining oldini olish tizimini tubdan takomillashtirishga qaratilgan. Farmon o'zining ahamiyati bilan jamiyatda gender tengligini mustahkamlash, voyaga yetmaganlar va ayollar huquqlarini xalqaro standartlar darajasiga ko'tarish, zo'ravonlikka qarshi murosasizlik muhitini shakllantirish hamda oilalarning ijtimoiy, iqtisodiy barqarorligini oshirish orqali kelajak avlodning sifatli tarbiyasiga zamin yaratishda muhim qadamdir. Qadrli teletomoshabinlar, sizlar bilan keyingi ko'rsatuvlargacha xayrlashamiz.